Assalomu alaykum. Ayni daqiqalarda Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida istiqomat qilguvchi Mo'yidinjon hoji otamiz bilan bog'landikmi? Bog'landingiz. Salomatmisiz otajon? Rahmat. Rahmat, minnatdormiz. Kayfiyatlaringiz a'lomi? Ayni paytda sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Rahmat, yaxshiman. Rahmat, minnatdormiz. Agar avvalo bezovta qilgan bo'lsak, ming bora uzrlarimizni so'raymiz otajon. Sizning bugungi quvonchli kunda, shukronalik kuningiz Rasulimizga ummat bo'lgan. Allohimga esa chin banda bo'lgan qutlug' 73 bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Hamjonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Nasib inshaalloh qo'shilgan yoshlaringizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin. Hamisha hardam barcha yaqinlaringiz, sizni qadrlovchi insonlar baxtiga, oila a'zolaringiz baxtiga salomat bo'ling otajon. Rahmat. Bizni sizlarni Alloh eslasin. Rahmat, minnatdormiz. Ayni paytda sizni tabriklarim siz uchun Dilis Xorlerim loyihasidan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirdan bezovta qilyapmiz. Kamina boshlovchi qizingiz bilan muloqotdasiz otajon. Ayni daqiqalarda loyihamizga siz uchun juda ko'plab tabriknomalar va she'riy nomalar yetib kelgan va shu o'rinda savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bu tabrik xatlarini qaysi bir mehribonlaringizdan deb o'ylaysiz? Qizlarim bo'lsa kerak. Albatta otajonim, albatta juda ham to'g'ri topdingiz. Albatta sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomidan, xususan ahli ayolingiz Azizaxon hoji opamiz, farzand ne'matlaringiz O'tkirbek, O'ktamjon, Lochinbeklar, kelin qizlaringiz Xurshidxon, Gulbahorxon, Faridaxonlar nomidan asosiy tabrikni sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi, hurmat qilguvchi, sizni dunyolarga alishmaydigan, sizni jannatga keltirib bo'lgan qizjonlaringiz Gavharoy va Yoqutxonlar nomidan qabul qilar ekansiz otajon. Rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin, dunyo turguncha tursa, aslan ham ko'rishmasin, dard ko'rishmasin. Ilohi omin otajonim. Qizjonlaringiz sizga shunday ta'rif berishgan qadrdonim. Ichimdagi gaplarimni siz orqali shu bahoni yetkazib olay. Meni dadam qizlariga boshqacha mehribon. Shu tabarruk zot tufayli birovga muhtoj bo'lmadik. Rahmat. Birovga muhtoj bo'lmay o'sdik. Birovdan kam qilmadilar. 5 ta farzand ichida bitta meni o'qitganlar. Qiynalsalar ham biz farzandlariga bildirmagan ekanlar. Dadam desam og'zim to'ladi, ko'nglim but. Dadamga shu damda ta'rif topolmayapman. Dadam deganimda dunyo boshqacha bo'lib ketadi. Odam ulg'aygan sari ota-onasini qadriga rosa yetar ekan. Biz farzandlari baxtiga doimo umrlari uzoq bo'lsin. Onam bilan rohatimizni ko'rsin, yuzlari faqat kulib yurishsin. Hech qachon kasal bo'lishmasin. Otam meni katta ishonganim, suyanchig'im, mehribonim. Kulsam kuladilar, yig'lasam yig'laydilar. Mehribonim onamni, bizni baxtimizga doimo sog' bo'lsinlar. Adamga doimo kulib yurish. Rahmat. Sizga shunday ko'zlarimdan yosh chiqaryapsiz. Rahmat, minnatdormiz otajonim. Otajonim, agar ijozat berib o'tsangiz, bu sizni jannatga keltirib bo'lgan qizjonlaringiz sizga shunday chiroyli, samimiy tabriknoma yo'llab qolganlar o'qib eshittirdik, maylimi? Birozgina vaqtingiz bormi? Va uni ham o'qib eshitiraman. Marhamat, tinglang. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan davlat panohimiz, jannatli otajonim, qalqonimiz, suyanchimiz, uyimizning fayzi qo'rg'oni bo'lgan dadajonim. Dadajonim, bugunda mana shunday qutlug' kun, Allohimga chin banda bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan shukronalik kuningiz 73 bahoringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim umringiz uzoq, tanajoningiz salomat bo'lsin. Martabalaringiz hamisha ulug' bo'lsin dadajonim. Bilasizmi, men sizni judayam yaxshi ko'raman. Qalbim tub-tubidan judayam hurmat qilaman. Sizdek soliha insonlarni farzandi bo'lib dunyoga kelganimdan hamisha faxrlanib yashayman. Boringizga shukr, ko'ksi osmon, bag'ri osmon otajonim. Dadajonim, siz hamisha farzandlaringizni bizlarni deya yelib yugurdingiz. Issiqni issiq demay, sovuqni sovuq demay, hamisha o'zingiz yemay, o'zingiz kiymay, har narsani eng a'losini farzandlarim yesin. Farzandlarim mendandek go'zalroq hayotda yashasin. Mendandek go'zalroq liboslar kiysin. Mendandek go'zalroq mansablarda ishlasin deya
qo'llaringiz qadoq bo'lsa ham hamisha biz uchun harakatda bo'ldingiz. Hamisha mehnat qilib halol rizq yedirdingiz. Baringizga shukr. Dadajonim, bilasizmi, sizga shu kungacha oila tashvishlarimizni, muammolarimizni, g'am tashvishlarimizni aytibmiz-ku. Sira rahmatlar aytmagan ekanmiz. Va qalbingizga bilib bilmay ozorlar, zahmatlar bergan paytlarimiz bor. Va bu paytlar uchun, ranjitganlarimiz uchun ming afsusdamiz. Bizlarni kechiring, mehribonim. Dadajonim, biz uchun qilgan mana shunday mehnatlaringizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Sizga o'z rahmatlarini yog'dirib tursin. Bir bandaga neki yaxshiliklarni ilingan bo'lsa, sizga shu barcha yaxshiliklarini ilinib tursin. Sizga chin dunyolarda firdavsiy jannatlari bilan siylasin, mehribonim. Dadajonim, shunday jannatlarda solihalar, mu'minalar qatorida turishlik, saidaga erishganlar qatorida turishlik, sizlarga nurlardan toj kiydirishlik bizlarga nasib ro'za aylasin. Dadajonim, inshaalloh bitta bir juma ayyomingiz, bitta ro'za ayyomingiz albatta Ka'batulloh ziyoratida o'tishligiga tilakdoshiman. Hoji otam, hoji onam bo'lib yurishingizni tilakdoshiman. Mana shunday qutlug' kunlarda xizmatingizda bo'lishlik biz farzandlaringizga nasib ro'za aylasin. Dadajonim, xonadonimizning to'g'ri sizniki. Hamisha onajonim bilan boshimizda soyabon, duogo'y bo'lib yurishingizni tilakdoshiman. Dadajonim, har bir boshlagan tongingiz bismillah deb boshlanib, kun oxirida esa alhamdulillah deb yakunlash hamisha sizga nasib ro'za aylasin. Boringizga shukr, sizni judayam yaxshi ko'raman. Dunyoning g'amlarin bir chetga surgin, barcha kasalliklar yo'lini bursin. Mayliga dardlaring o'zimga bergin. Dadamning jonini asra Allohim, ajin tushirmagin nurli yuziga, ko'z yosh tushirmagin moviy ko'ziga, barcha baxtni bergin uning o'ziga. Dadamning jonini asra Allohim, bedor o'tkazmasin sokin tunini, eng yaxshi kun qilgin uning kunini, orzu baxtga to'ldir nurli yo'lini. Dadamning jonini asra Allohim, hajga borishni ham nasib aylagin, jannatdan bir joyni unga saylagin, eng zo'r oti deya uni saylagin. Dadamning jonini asra Allohim deya mana shunday samimiy tilaknomalarni sizning jiyannatiga eltib bo'lgan qizjonlaringiz siz uchun yo'llab qolishgan otam. Rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin, dunyo turguncha tursa, asli ham ko'rishmasin, dard ko'rishmasin. Rahmat, minnatdorman. Sizni ham yaqinlaringizga, farzandjonlaringizga, sizni ham samimiy tilaklaringiz bo'lsa, marhamat aytib qoldirishingiz mumkin otam. Tanjonlari sog' bo'lsin, bola chaqalarni baxti kamolini ko'rsin, asli ham dard ko'rishmasin. Dunyo turguncha tursin. Rahmat. Minnatdormiz otajonim. O'zi katta yo'lga chiqdim, endi bag'iga milisalar bo'ladi. Nima, hozir mashina rul dedim. Endi bag'iga uzr aytaman, hozir katta yo'lga chiqdim-da. Albatta, xo'p bo'ladi otajonim, albatta. Unda rahmat, minnatdormiz otajonim. Unda samimiy tilaklarni, tabriklarni qabul qilasiz otajonim. Salomat bo'ling. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamas siz uchun aytilar rahmatim. Biz uchun haromda, quvonchga to'lingda, 80-90da yasharib yuringda. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani.
qaytmaydi. Xushbu kunlarga hech nima yetmaydi. Borimni berayman, o'pib erkalayman. Siz uchun bugun shu sho'xidan kuylayman. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Shu kunga keldi-da o'g'lingiz. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, olamda ikkingiz yagonam mani. Dadajonim mani, onajonim mani, hali ham yonimda parvonam mani. Hali ham yonimda parvonam mani. Salomat bo'linglar. Bugun dadam ham, onam ham sizlarni safinglarda chetdalar. Bitta olqishlab qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Gul berishim kerak edi-ku.